60 so'm o'qitilgan. Hozir ikkinchi buyoqda proyektimiz bor, xudo xohlasa yana anglab berish kerak. Hozir sizda hozircha nimalaringiz bor? Mana bu yerda bu kerakli zakaz. Bu kerakli kabellar. 220 ga qo'yamiz, 220 da bemalol ishlaydi. Mana bu quyosh. Mana quyoshga kiryapmiz, kuchga kiryapmiz. Quyosh energiyasi olinadi, sun'iy qilingan. İşte batareyani servisini bor-ku, o'shani ishlab chiqarsa bo'lmadimi? Bu yerda o'quvchi vazifa bajarib, mana hozir ko'rib turganingizni ko'rsatib beryapti. O'qituvchi bir vaqtning o'zida o'quvchini bajarayotgan ishini kontrol qilish, noto'g'ri anaqasi imkoniyati borda. Ochiq eshiklar ketyapti, ota-ona keladi, o'quvchi keladi. Belarusdagi ikkita ta'lim muassasasi bilan hamkorligimiz o'rnatganmiz. Germaniyani aviatsiyasini hozir gaplashamiz. Hamma ko'rib turibdi. Yo'qmi, yaxshi. Endi yana aytish kerak. Viloyat tashkilot rahbarlariga nomma-nom biriktirilib, 1 soat 2 soat vaqt ketadi. 90 ta xabar qo'ydi. Bu borada tuman prokuror o'rinbosari Qodirov deyishdi. Beshta aniqlangan muammomiz bugungi kunda 3 tasini hal qilganman. Profilaktika favqulodda vaziyatlardan profilaktika inspektori. Dolzarb 100 kunlik deb e'lon qildi, to'g'rimi? Tikuvchi, ularni o'zini kirib qo'yinglar, bo'ldi, u hech qanday ko'rinmaydi, u davom qilyapti-da o'zi. Ish qilib kelgan odam qachon elektronlikka qaramaydi. Zaxirada yerlarimiz bor. Berilgan topshiriqlarni 100% bajaramiz.